buddaviylik panteonining o'sha diniy personaj hisoblanadi. Bu ya'ni Buddadan keyingi o'rinda turuvchi bir obraz. Ya'ni bodhisattva va har qanday inson o'sha o'z hayoti davomida yaxshi o'sha fazilatlari bilan o'sha komillikka erishishi mumkin va aynan o'sha bodhisattva obraziga aylanishi mumkin. Bu o'sha buddaviylik diniy ta'limotida juda ham keng tarqalgan obraz. Aynan o'sha bizni hududlarda buddaviylikning kirib kelishi bilan Budda kabi buddaviylik obrazlarining ichida bodhisattva qiyofasi ham juda ko'plab aniqlangan. Demakki biz o'sha olimlar bu Darvozintepa yoki o'sha bizni Janubiy O'zbekiston hududida o'sha Kushon davrida buddaviylik ta'limotida bodhisattva obrazining nechalik muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Chunki qazishmalarda o'sha Budda obrazi bilan birgalikda bodhisattva obrazlari ham nihoyatda ko'plab topilgan va ularning butun haykallari yoki bo'lmasa ularga tegishli juda ham ko'plab bo'laklar aniqlangan. 1960-yillardan boshlab O'zbekiston san'atshunoslik ekspeditsiyasi tomonidan Dalvarzintepada tizimli arxeologik tadqiqotlar olib borila boshladi. Qazishmalar jarayonida topilgan osori atiqalar Markaziy Osiyo xalqlarining madaniyati, diniy tasavvurlari va dunyoqarashi tarixini yangicha talqin qilish imkonini berdi. Dalvarzintepa bu Surxondaryo viloyatida joylashgan va Kushon davriga tegishli nihoyatda katta shahar xarobasi hisoblanadi. Maydoni 47 gektar, shundan 42 gektari bu Shahriston qismi, 5 gektar bu Sitadel, ya'ni Arka a'lo hisoblanadi. Aynan o'sha Shahriston qismida 1982-1983 yillari O'zbekiston Fanlar akademiyasiga qarashli San'atshunoslik institutining O'zbekiston san'atshunoslik ekspeditsiyasi ish olib boradi. Ya'ni o'sha Galina Anatolyevna Pugachenko va Bahodir Turg'unov rahbarligidagi ekspeditsiya aynan Shahristonning o'sha markazida buddaviylik ibodatxonasini qazib o'rganadi. Bu o'sha DT25 dala shifri bilan qayd qilingan. Va aynan mana shu buddaviylik ibodatxonasi majmuasi xarobalari juda ham katta hududni egallagan va asosiy bu hovli hisoblanadi. Bu o'sha bodhisattva va boshqa obrazlar, ya'ni diniy, dunyoviy personajlar aynan shu ibodatxonaning hovli qismida devorga taqalgan holatda o'sha paytda yaratilgan va o'sha ibodatxonani markaziy o'sha zali, ya'ni o'sha hovlisi bezatilgan. Bularning yuqorisida ayvon bo'lgan, ya'ni yomg'ir, qishda yog'ingarchilikdan, yoz issiqdan saqlanish uchun shu ayvonni tagida bular haykallar qator turgan va tokchada esa Budda o'tirgan holatda bo'lgan. Endi bizga aynan hamma haykallar to'g'ri yetib kelmagan. Baxtimizga mana shu tavsif berayotgan, hikoya qilayotgan bodhisattva obrazi deyarli to'liq saqlangan, ya'ni oyoqlarini hisobga olmaganda mana boshi butun ko'rib turibmiz. Bu hozir 3 qismdan iboratga o'xshab turibdi, ya'ni boshi alohida, tanasi ikkiga bo'lingan alohida. Bu o'sha topilgan paytda uni qazib olishga oson bo'lish uchun yoki bo'lmasa o'sha transportirovka deymiz, ya'ni biz o'sha Surxondaryodan buni laboratoriyada qayta ishlash uchun olib kelish uchun yengillashtirilgan. Dalvarzintepadan topilgan bodhisattva haykali Kushonlar davrida Markaziy Osiyo hududida buddizm keng tarqalganidan dalolat beradi. Ayni shu davrda bu hudud Buyuk Ipak yo'li orqali Hindiston, Baktriya va Sharqiy Turkiston bilan yaqin madaniy va diniy aloqalarda bo'lgan. Endi tarixdan ma'lum o'sha buddaviylik ta'limoti, ya'ni buddaviy jamoalari, ya'ni bu o'sha Shimoliy Hindistondan Pokiston, Afg'oniston orqali, ya'ni Amudaryodan kechib o'tib, o'sha Termiz atrofidagi Amudaryo bo'ylari joylashgan. Mana hozirgi kunda bizga Qoratepa, Fayoztepa, Zurmala, Zartepa kabi yodgorliklardan ma'lumki, u yerda ham o'sha buddaviylik jamoalari yashagan. O'sha paytda buddaviylik kirib kelgan paytda o'sha bizning hududlarimizda Zardushtiylik yoki o'sha boshqa bir anarxitaga sig'inish, ya'ni o'sha turli butparastlik kabi o'sha dinlar bo'lgan, e'tiqodlar, diniy e'tiqodlar mavjud bo'lgan
Demakki, o'sha u paytdagi o'sha insonlarning bag'rikengliligini bildiradi. Bir paytning o'zida ham buddaviylik, ham zardushtilik, ham o'sha nasroniylikni nestorianstvo yo'nalishi yoki bo'lmasa turli xil diniy e'tiqodlar, mahalliy diniy topinishlar, mana anarxiyataga sig'inish kabi turli xil e'tiqodlar bo'lgan va bir vaqtning o'zida ya'ni bular bir-biriga qandaydir o'sha bag'rikenglik namoyish qilgan. Demak, bular ham kengayib, keyinchalik mana shimol tomonga kelgan, ya'ni bu Dalvazintepa o'sha Termizdan 120 kilometr shimolroqda joylashgan va aynan Dalvazintepada ham ular o'sha buddaviylik jamoasi o'zlarini o'sha ibodatxonalarni qurgan. Birinchi ibodatxona bu Dalvazintepadan tashqarida qurilgan, mo'jazgina bu muqaddasgoh qurilgan va keyinchalik o'sha bu Melodiy 1-asrda qurilgan bo'lsa, u yerda ham Budda, Bodhisattva obrazlari bor va u yerda saroy ayonlarini ham obrazlarini ko'rishingiz mumkin. Keyinchalik o'sha olimlarning e'tirof etishicha, o'sha mahalliy hukmdor, Chag'onon hukmdori, o'sha Dalvazintepada joylashgan hukmdor o'sha diniy, ya'ni buddaviylik dinini qabul qilgandan so'ng shahar markazida o'sha ibodatxona qurishga ruxsat beradi deb aytiladi va aynan markazida bu kattagina ibodatxona quradi. Endi bu ibodatxona bu aynan sig'inish joyi. Chunki o'sha qazishmalarda nihoyatda ko'plab moychiroqlar topilgan, ya'ni o'sha ibodatxonaga keluvchilar yo'llarda moychiroqlar olib, o'sha yoqib ularni ibodat qilishgan. Ushbu Bodhisattva haykali topilgan kundan boshlab hozirgi vaqtga qadar jahon ilm fani va san'atshunoslari e'tiborida bo'lib kelmoqda. U o'zining badiiy yuksakligi, tarixiy qiymati va madaniy mazmuni bilan nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun insoniyat sivilizatsiyasi merosining ajralmas qismi sifatida e'tirof etiladi. Bodhisattva haykali shu paytgacha topilganiga bir 40 yildan ortgan bo'lsa, nihoyatda ko'plab xorijiy davlatlarda xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etgan. Bu Yevropa davlatlari deymiz, mana Germaniya, Fransiya, Shveysariya, Janubiy Koreya, Yaponiyaga bir necha marta borgan. Bu hajmiga qaraganimizda ham bu juda ham mahobatli haykal hisoblanadi. Balandligi 2 metrdan ziyod, eni 1 metrdan ziyod. Lekin shunga qaramay, o'sha biz restavratorlar bilan birgalikda mana Samarqand arxeologiya institutida tajribali restavrator Marina Reutova bilan hamkorlikda 2005-yili Yaponiyaga ko'rgazmadan oldin biz buni orqasini yengillashtirib, ortiqcha tuproqlarni olib, o'rniga o'sha kimyoviy moddalar bilan yengillashtirganmiz. Bu juda ham qulay. Hozir o'sha biron bir davlatga olib borishda uzoq yo'lga, masofaga ham bemalol buni olib borish mumkin. Keyin bu 2022-23-yillari Fransiyaning o'sha Parij shahridagi Louvre muzeyida O'zbekistonning madaniy merosi namoyish qilindi va u yerda ham shu ekspozitsiyaning eng noyob eksponatlar qatorida ko'rgazmaga qo'yildi. Louvredan keyin 2023-2024-yillari Germaniyaning o'sha Berlin shahridagi James Simon galereyasida ham juda katta ko'rgazma bo'lib o'tdi. Aynan bu ko'rgazmada ham ishtirok etdi. Haykalning tuzilishiga kelsak, u o'z davri uchun xos bo'lgan xom ashyodan yuksak mahorat bilan ishlangani bois asrlar osha o'z shakli va badiiy qiyofasini saqlab hozirgi kunga qadar yetib kelgan. Bu esa qadimiy ustalarning yuqori kasbiy mahorati va haykaltaroshlik tajribasidan dalolat beradi. Haykal asosan loydan yasalgan, ya'ni o'sha olimlarni, o'sha mutaxassislarni o'sha tadqiq qilishicha buni ichida karkas bo'lgan, ya'ni asosiy o'sha bosh qismi, tana qismida, ya'ni bo'shliqlar borligi uchun aynan o'sha yerda qamishlarni o'sha bog'lami yoki bo'lmasa yog'och nudalaridan karkas bo'lgan va karkasga ya'ni loyni
biriktirib, undan keyin o'sha matoni o'sha loyga bo'ktirib, uni mato bilan o'sha karkasni o'rab chiqqan va sekin asta loy massasini qo'shib, ya'ni haykalni shaklini yasab olingan. Haykal shu plastik yechim, ya'ni o'sha hajm shakliga kelgandan so'ng uni ustidan yupqa qilib ganj qatlami bilan qoplangan. Ya'ni bevosita bu ganj qatlami buni bo'yash uchun, ya'ni o'sha tabiiy mineral bo'yoqlar bilan bo'yash uchun xizmat qilgan. Ya'ni fon vazifasini o'tagan. Ya'ni ko'proq o'sha haykallarda Baxtariya o'sha antik haykaltaroshligida ko'proq qizil rang ishlatilgan. Qizil rangni turli xil tuslari, och qizil, to'q qizil, undan tashqari qora rang, oq ranglar juda ko'p ishlatilgan. Haykalning badiiy yechimi, chehra ifodasi va libos qatlamlarida Gandhara va mahalliy Baqtriya san'ati an'analari uyg'unlashganini ko'rish mumkin. Bu esa Dalvarzintepe'ni turli madaniyatlar kesishgan yirik madaniy makon sifatida namoyon etadi. Bodhisattva tik turgan haykal obrazi, buni sochlarini alohida turmalarga e'tibor beradigan bo'lsak, biz bevosita shu uni yuz qomati proporsiyalaridan kelib chiqib, ya'ni o'sha bizga Ellin haykaltaroshligini eslatadi yoki bo'lsa Yunon Rim haykaltaroshligidagi o'sha an'analarni bizga eslatadi. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, aynan Baqtriyada o'sha antik davrda Ellin an'analari keyinchalik bu o'sha antik davr, ya'ni Kushon davrida, ya'ni milodiy 1-2 asrlarda buddaviylikni, ya'ni bizni hududimizga kirib kelishi bilan Hind buddaviylik o'sha san'ati, ya'ni o'sha elementlari kirib keldi va bu yerda o'ziga xos Baqtariyada bir qorishma hosil bo'ldi. Madaniyatlarda, me'morchilikda, san'atda g'arb Ellin hamda sharq Hind buddaviylik hamda mahalliy Baqtariya an'analari o'zaro qorishib, o'zaro sintez paydo bo'ldi. Kiygan va uni ustidan turli xil qimmatbaho taqinchoqlarni aks etganini ko'ramiz. Ya'ni boshida esa gulchambar. Endi eng asosiysi bu yuz qiyofasi, ya'ni yuz ifodasi bu proporsional hamda ideallashtirilgan. Ya'ni biz o'sha Baxtariya haykaltaroshlikdan bilamiz, ya'ni dastlabki haykaltaroshlikda, ya'ni bu miloddan avvalgi 1-asrlarga tegishli mana Xolchyon haykallariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ularda ya'ni o'sha hissiyotni, ya'ni haykallardagi hissiyotni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni obrazda o'sha qiyofani, o'sha holatini, individualizmni bergan. Dalvarzintepe haykallarida, ya'ni bu o'sha Kushon davrini 2-3-asrlarga kelib, aynan o'sha mana shu Bodhisattva Budda obrazlarida biz ideallashtirilgan qiyofalarni ko'ramiz. Aynan bu bir shaxs emas, ya'ni bu ideal bir ya'ni o'ylab topilgan bu personaj. Ya'ni bu biron bir shaxs, real shaxs emas, ya'ni bu ideallashtirilgan bu obraz sifatida. Shuning uchun buni yuzlaridagi o'sha har qanday nima deymiz, o'sha elementlari, qosh ko'zlari o'sha proporsiyaga mumtoz, o'sha Ellin proporsiyalarga mos keladi va bu ya'ni o'sha davrdagi haykaltaroshlarni yuksak mahoratidan darak beradi. Ya'ni bittagina buni haykal emas, demak, mana shu haykalni yasagunga qadar, demak, haykaltaroshlar juda ham ko'plab haykallar yasagan, demak, ularning tajribalari ham katta va ularning yuksak mahoratidan dalolat beradi. Endi hajm borasida aytadigan bo'lsak, mana Budda haykallari bor Dalvarzintepe'da, ya'ni bitta ibodatxona topilgan, hajm jihatidan bundan kichikroq. Yana boshqa bir Budda haykali bor, undan faqat bizgacha bosh qismi yetib kelgan hamda ikkita qo'li. Ularni o'lchamidan kelib chiqib, balandligini 4 metrgacha deb aytishimiz mumkin. Endi Bodhisattvalar deyarli bir xil balandlikda, 2 metr atrofida qilingan. Bu real insondan ancha baland. Bu yerda o'sha uni ulug'ligini, uni ulug'vorligini, unga o'sha bo'lgan hurmat munosabatni bildirib aytishingiz mumkin. Ya'ni haykal qanchalik
hajmi kattalashgan sari demak uni ulug'vorligi oshadi, unga bo'lgan o'sha ahamiyati, e'tibori